Assalomu alaykum, Feruz kanalining obunachilari. Do'stlar, bugun bizlar ish jarayonimizdan ishlayotgan joyimizdan obzor qilib beramiz. Yo'qsa bitta like bosib qo'yamiz. Do'stlar, mana shu ishlarni terdik. Sismo poyez qildik. Mana bunaqasiga. Mana bularda qildik. Mana bu yoq podval. Bu tarafi ham xuddi mana shunday. Bu taraf ham xuddi shunday ahvolga tushadi. Mana shunday kopiya bo'ladi. Mana shunaqa sismo poyez bo'lib, tepalari sismo poyez bo'lib tushadi. Mana o'rtalariga apolopka qilganmiz. Apolopka bo'ladi. Mana bu yoqqa ham apolopka tushadi. Sismo poyez qo'yganmiz. Mana sement taxlayamiz. Oz betonlar qo'yamiz hammasini. Mana Toshkentdan ish jarayonidan bir zavoddan ketyapti. Ish jarayonimizni yoritib beramiz do'stlar. Feruz kanaliga like bosib qo'yamiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Mana usta akalarimizdan katta ustamiz, mana yo'lchi og'aynimiz. Ketyapti, mana g'ishla tayyor. Yo'lchi nima deysan? Like bosinglar deyman, nima deyman? Like bosinglar. Like bossina obunachilar. Obunachilar like bosinglar. Bo'ldi. Nima ishlar qilamiz? Nomerlar yozib qo'yamizmi? Shuvoqmi, shkaturkami? Mana bu tomonlar ko'rsang, toshlar terganmiz-da, toshlar. Ya toshlar mana shu zavodda mana toshlarni miramir toshlar terganmiz mana. Toshlar terganmiz. Shkaturka, loy, shuvoq ketaveradi. Nomerlar qo'yamizmi? Nomerni qo'yardim o'zingizda. Mayli, nomerlar qo'yamiz. Agar kattaroq ob'yom bo'lsa, zakaz bo'lsa, telefon qilib gaplashib, el qatori bosaveramiz aka deyapti. Endi bizda xolis odam mana og'aynilar ishlayapti. Zavodda-chi. Shayman akamiz mana kabel tortyapti. Kabel tortish jarayoniga ish jarayoni ketyapti og'aynilar. Nasibda Qashqadaryoga borib qolsak, mol bozorlar ham chiqib boradi. Bitta like bosamiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Mana o'zimizni ham bilamiz. Mana do'stlar, sehrli kapkalar bilan like bosib turamiz do'stlar. Feruz kanaliga like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan da yaxshi videolarni sizlar bilan ulashib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shaymon boy, nima deysiz? Nimani? Ish jarayoni qanday ketyapti? Ketyapti. Zo'rmi? Zo'r. Odam bitta like bosib turibdi. Ha, Shaymon boyni taniganlar bitta like bosinglar, mana ketyapti. Sog' bo'linglar do'stlar, mana ish chotka, mana ishlar ketyapti, ishlar qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha mana yoritib berdik. Mol bozor so'raganlar uchun mol bozor ham chiqadi nasib bo'lsa. Kartalar qo'yamiz, xohlasanglar karta ham qo'ying degan obunachilarimiz uchun karta ham qo'yamiz. Kimdir investitsiya qilsa, mol bozorlar ham chiqib boradi. Nima qiziq bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar, o'shalarni chiqarib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.